Hürmetli vatandaşlık şiirlerimizi devamlaştırırız. Eldeki mavzumunda. Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Majlisi a'zolari Jungoning davlat bexatarligi qonun loyihasi tuzib, Hong Kong demokratiyasiga daxlatarvoz qilganligini aybladi. Mavzuli xabar 5-oyning 26-kuni Amerika ovozining Xitoy til programmasi e'lon qilindi. Xabar bunday boshlandi. Davlat Majlisining a'zosi Nopozluq Arbob Kelismet haftaning 1-kuni bayonot e'lon qilib, Jungoning davlat bexatarligi qonunni yo'l qo'yish orqali Hong Kongni tizginlashni ishga oshirishga uringanligini ayblab, bu Hong Kongning erkinligi qilingan yangi hujum deb ko'rsatdi. Kelismet bunday ko'rsatdi. Agar Hong Kongning ma'muriyat boshlig'i Lin Jingyue, Jungo Kompartiyasining sekretari Xi Jinpingning ko'rsatmasi va sizg'idan chiqmay, Shangang xalqining, ya'ni Hong Kong xalqining huquqlarini qo'g'dab qololmaydigan bo'lsa, o bir davlatda ikki xil tuzumning halok bo'lishiga mas'ul bo'lishi kerak. Amerika qonun bo'yicha Amerika bilan Hong Kongning munosabati va Hong Kongning ma'muriy rayonlik ordeni qayta baholaydi. Kelismet bunday ko'rsatdi. Prezident Trump o'tgan yil 11-oyning 27-kuni imzo qo'ygan 2019-yil Hong Kong kishilik huquq va demokratiya qonun loyihasining belgilamasida Davlat Mahkamasi 180 kun ichida Davlat Majlisiga doklad topshirib, Shangang, ya'ni Hong Kongda negizlik erkinlik va o'zini o'zi boshqarish bo'yicha mas'uliyati bor kishilarni ko'rsatib berdi. Christopher Simet bunday ko'rsatdi. Bu doklad topshirish vaqtining toshqanligidan derak berdi. Doklad bugun topshirildi. Bugun dushanba topshirildi degan gap. Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Mahkamasining Hong Kong to'g'risida tayyorlagan dokladi tunugun Davlat Majlisiga topshirildi degan gap. Buning mazmunlari to'g'ridagidek bizning oldimizga keladi vatandoshlar. Biz shu vaqtda uchrashimiz. Topshirildi. Senator Marta McSally haftaning 1-kuni bunday ko'rsatdi. Beijing yo'lga qo'ymoqchi bo'lgan davlat bexatarligi qonun loyihasi yana bir turlik xatarlik harakatdir. Yana bir mavzu, hurmatli vatandosh. Minglagan yosh oqquzosh bombalari ichida namoyish qilib, davlat bexatarligiga qarshi ko'tarilgan Hong Kong fuqarolari bugun butun dunyo sizlarning irodanglarni ko'rib yetdi. Mavzuli xabar 5-oyning 25-kuni Jungoga nazar torbetida e'lon qilindi. Xabar bunday boshlandi. 2020-yil Beijing Kompartiya byurosi ahvol ostida Hong Kongda davlat bexatarligi qonun loyihasini ijro qiladigan bo'ldi. Oldirish so'zi elib kirildi bu qonun loyihaga. Maxfiy soqchilar qonun ijro qiladi degan bir modda elib kirildi bu davlat bexatarligi qonun loyihasiga. Go'yo bir davlat ikki xil tuzum halok bo'lganligini rasmiy jakarlagandek bir ish bo'ldi. Ot yalqınlarının çenekşinden ötken Hong Kong'la 5-oyning 24-kuni şiddetlik namoyish qilib, yaşa quzosh bombalarının istiftakları içinde yo'qolsin Jungo Kompartiyasi dedi ve lozunkalarni ko'tarib Shangang mustaqil dedi ve sharaflik sadolar osmon palakni yangratdi. Shahar aholisi Ma Apandi mundoq dedi. Komünistlar hakimiyeti qanday hakimiyet o'ylanishimiz kerak.
Hazır devlet bexatarligi qonunni ko'tarib chiqdi. 7 milyon Hong Kong fuqarolarining hayotini dotikdi. Tavakkaga dotikdi. Dunyoda qandoq hukumat mushundaq ish qiladi? 7 milyon odamni qurbon qilish badiliga dotikanda. Kommunistlar keladigan bo'lsa, kelgusida bizga hech nima qolmaydi. Bir Shanganliq bo'lish suhbatim bilan Hong Kong xalqi o'rnidan dastur. Biz Hong Kongni qo'g'daymiz. Xalqaro yordam talab qilamiz. Namoyishchi fuqaro Jon Kunyang mundoq dedi. Kompartiya atay erkin jamiyatga urush e'lon qildi. Bütün dünyanın Hong Kong'u qo'g'daydigan, Hong Kong'a madad beradigan irodasiga sal qaradi. Shundaqli Hong Kong xalqini tuvan chog'ladi. Bugungi voqealar va keyingi namoyishlar hammani tushuntirib berdi-ki, kommunistlar tarafidan Hong Kong xalqi hech narsa talab qilmaydi. Kompartiya Hong Kongni bitchit qilmoqchi bo'lsa, herkes g'alaba qilolmaydi. Hech narsa talab qilmaydi degan hozir huquq tartib bu ish talab qilyapti. Chunki kommunistlardan Hong Kong xalqi shafoat talab qilmaydi degan ma'noda tushuninglar, hurmatli vatandosh.